balar bilanmi? Hozircha Pop MMA triosiga qaraydigan bo'lsak, Odilxon Kamolov g'alaba qozondi. Jasur Tayson g'alaba qozondi. Endi Og'abek Tayson qoldi xolos. Mana shu bizni Pop MMAdagi oltin gvardiyamiz, ya'ni trash talklarimiz hozir takedown amalga oshdi. Trash talkchilarimiz demoqchi edim. Takedownda nazorat Og'abekda albatta. Aylanib olyapti Tolen va bu holatdan chiqib olmoqchi edi, lekin o'xshamadi. Yana quladi. Og'abek nazoratda. Muhimi kardioni birinchi raundda to'liq ishlatib qo'ymaslik. Har qalay jang 15 daqiqa davom etadi. Jangdan jangga o'sish kuzatilyapti. Har bir mana shu trio deyapman-ku, uchala jangchida ham o'sish kuzatilyapti. Mana bu yerda esa ajoyib zarbalar, full mount o'tib olgandan keyin qulay holatga chiqib ketdi va zarbalarni tinimsiz raqibga yo'llayapti. Saturn o'zini charchatib qo'ymasa bo'lgani. Hozir beldan ushlab oldi va aylanib olishga harakat qilyapti. Yo'q. Baribir qulatyapti. Umuman imkoniyat bermayapti raqibga. E'tibor bering. Zarbalar. O'sha memlarda yodingizda bo'lsa, trendga chiqqanda do'mbara cholish. O'shanday zarba bo'lyapti. Ochko uchun mana bu yerda esa bo'yindan bo'g'ib olib aniq zarbalarni yo'llayapti, chunki raqib boshini ko'p qimirlatib yubordi va uni tutib olish ham oson bo'lmadi. Gaplashib ham qo'yapti orada. Zarbalar ko'p, lekin talofat negadir kam. Aniqlikni oshirish kerak yoki tirsak zarbalarini ishlatish kerak. Tirsak. Aynan Suhrobbek Otajonov tirsak zarbalari bilan raqibni bir raundda tamom qilgandi va mana bu yerda ajoyib g'alaba. Bugun Octagon 85 oqshomida O'zbek Pop MMA triosi, ya'ni Jasurbek, Odilxon va Saturn g'alaba qozonmoqda. 5-0 do'stlar, 5-0. Kimdir chaqiryapti, chorlayapti yoniga. Yuqorida aytganimdek, mana shu Pop MMA jangchilari Odilxon, Jasurbek yoki Saturn o'sha debyut janglaridan hozirgi holatgacha anchagina o'sishgan. Men ayniqsa bugungi jangda Odilxonni jangiga ancha qoyil qoldim, chunki Odilxon raqibni deyarli ko'p joyda nazoratda ushlay oldi. Hatto o'zi ostida qolib ketgan bo'lsa ham doimo raqibni aylantirib o'zini ustun pozitsiyaga olib chiqa oldi. Odatda Odilxonni bilamiz, ko'p zarba qabul qilib olib keyin yutardi. Bu safar unday bo'lmadi. Nimadir muhokama bo'ldi, endi uni bilmaymiz. Raqibning yuzida qizarishlar bor. Bu degani talofat yaxshigina bo'lgan. Demak, rasmiy e'lon qilib beriladi jang g'olibi. На второй минуте 37
7 секунде первого раунда техническим нокаутом победу одержал Agabek Saturn Abdumumedov. Demak, ajoyib g'alaba Saturndan. 5-0 rekord bilan tabriklaymiz va endi intervyuni eshitamiz.